Assalomu alaykum. Ustozlar ovozimiz boryaptimi? Assalomu alaykum. Ovoz yaxshi kelyapti. Rahmat, ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Tuzimisiz? Assalomu alaykum. Ovozimiz eshitilyaptimi? Zoomdan ishtirok etayotgan kengash a'zolari. Assalomu alaykum, yaxshi eshitilyapti. Assalomu alaykum Ulug'bek Abduqodirovich, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Rahmat. O'zlaringiz yaxshimi? Hammani o'tgan ayyomlar bilan. Rahmat, o'zingiz ham salomat bo'ling. Muhayaxon Irtiqova Muhayaxon Botiraliyevna, Bekzodjon Hajayev nimamiz, opponentimiz. Assalomu alaykum, Nigora Shermatovna.
Va alaykum assalom Muxoyaxon, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz Rahmat, yaxshimi? rahmat o'zinglar. Rahmat, Kengashlikka ishtirok omad. Kirdim. Rahmat, salomat bo'linglar. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, avvalambor assalomu alaykum. Barchalaringizni mana kuni kecha butun mamlakatimiz bo'ylab nishonlangan Qurbon hayiti munosabati bilan yana bir bor hammalaringni tabriklaymiz. Bayramlar juda ham chiroyli, maroqli o'tdi. Bugun mana Qo'qon davlat universiteti qoshidagi ilmiy darajalar beruvchi kengashda yana bir ikkita ishimizni bugun muhokamasi qo'yilgan. Avvalambor kengash ishini boshlashdan oldin bugun mana dissertatsiya himoyalari, ilmiy tadqiqot ishlarining sifati, samaradorligi, uni amaliyotdagi holatiga baho berish va uni samaradorligini oshirish maqsadida bir qator tashkiliy ishlar amalga oshirilyapti. Xususan Oliy attestatsiya komissiyasida ham mana shunday o'zgarishlar sodir bo'ldi. O'ylaymizki, bu o'zgarishlar kengashimizning har bir a'zosi uchun juda katta mas'uliyatni yuklaydi va shu bilan birga himoya qilinayotgan tadqiqot ishlarini amaliy samaradorligini oshirishga, ularni demak ta'lim amaliyotida qo'llanilishini ta'minlash, samaradorligini oshirish bilan bir qatorda demak bugungi himoya qilinayotgan dissertatsiya ishlarining mazmun mohiyati, uning ilmiy nazariy qiymati, amaliy ahamiyati, ta'limdagi o'rniga yordam beradigan demak savollar bilan murojaat qilib, tadqiqotchini xolis baholashga barchalaringizni chaqirib qolaman va bu ishga demak mas'uliyat bilan yondashasizlar degan umiddaman. Hurmatli ilmiy kengashimiz a'zolari, bugun Qo'qon davlat universiteti qoshidagi demak ilmiy kengashimizda ilmiy kengashimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining 2025-yil 1-iyundagi 16.04 sonli qaroriga muvofiq 12 nafar ilmiy kengash a'zolari tarkibi tasdiqlangan. Majlisda 12 nafar kengash a'zolari ishtirok etishmoqda. Ulardan 8 nafari studiyadan hamda 4 nafarlari Zoom platformasi orqali onlayn ishtirok etmoqdalar. Kengash ishini boshlash uchun kvorum yetarli. Kimda qanday takliflar bor kengash ishini boshlash bo'yicha? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Marhamat, munosabat bildirib qo'yasizlar. Rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Bugun demak shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi, ya'ni 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha demak 7 nafar fan doktori qatnashmoqda, kvorum yetarli. Demak, kengash ishimizni boshlashimiz mumkin. Endi ruxsatlaringiz bilan kun tartibi bilan tanishtirib o'tsam, kun tartibida demak talabgor Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lining bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi mavzusidagi 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi tarix ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya ishi himoyasi. Ilmiy rahbar pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Abdunazarov Lutfullohxon Mamajonovich ishtirok etyaptilar kengashimiz ishida. Rasmiy opponentlar sifatida pedagogika fanlari doktori professor Hajayev Bekzod Xudoyberdiyevich ishtirok etyaptilar Zoom platformasi orqali va pedagogika fanlari doktori professor Qurbonov Jasur Ahmadjonovichlar mana ishtirok etishyapti kengashimiz ishida. Ish bajarilgan tashkilot Qo'qon davlat universiteti yetakchi tashkilot sifatida demak Namangan davlat pedagogika instituti belgilangan. Mazkur kun tartibi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Tasdiqlansin degan takliflar tushyapti. Marhamat, munosabat bildirib qo'yasizlar. Rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Qarshilar, betaraflar yo'q. Endi navbatni talabgorning shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'zni ilmiy kotib, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Hayitov Lazimjon
Rustamjonovichga beramiz. Marhamat, Lazizxon. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ruxsatingiz bilan Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li haqidagi ma'lumotnomani o'qib eshittirsam. Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li 1993-yilda 17-dekabrda Farg'ona viloyati Rishton tumanida ziyoli oilada tug'ilgan. Millati o'zbek. 2013-2017 yillarda Qo'qon davlat pedagogika institutida bakalavr, 2019-2021 yillarda xuddi shu oliy ta'lim dargohini magistraturasini a'lo baholar bilan tamomlagan. Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li o'zining mehnat faoliyatini 2015-yil Rishton tumani 40-maktabda tarix fani o'qituvchisi sifatida lavozimida boshlagan. 2017-2019 yillarda Rishton tumani yoshlar ittifoqida, 2019-yildan hozirga qadar tarix o'qituvchisi sifatida ish olib bormoqda. 2023-2025-yillarda Qo'qon davlat universitetining tayanch doktoranturasida tahsil olgan. Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li mazkur tadqiqot ishi yuzasidan 2023-yildan boshlab pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Abdunazarov rahbarliklarida izlanishlarni olib borgan. O'tgan davr mobaynida Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dissertatsiyasi mavzusi bo'yicha jami 15 ta ilmiy ish, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarni chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola, shundan 4 ta respublika, 2 ta xorijiy jurnallarda nashr ettirgan. Shuningdek, Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li bitta o'quv qo'llanma nashr ettirgan. Mazkur dissertatsiya ishi 3 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida muhokama qilingan. Bo'lg'usi tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi mavzusidagi 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya mavzusi Oliy attestatsiya komissiyasi Byulleten jurnalining 2023-yil 4-sonida e'lon qilingan. Anvarjonov Ahadjon o'g'li pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun barcha malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Jumladan, ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi sohalar bo'yicha imtihondan 82 ball, chet tilidan 64 ball, pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fanidan 72 ball, mutaxassislik fanidan va qo'shimcha imtihon sifatida 60 ball, pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan 72 ballni qo'lga kiritgan. Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li 2025-yil 16-dekabr kuni pedagogika kafedrasining navbatdan tashqari ilmiy seminar muhokamasida muvaffaqiyatli o'tgan. Ushbu tadqiqot ishi ijobiy baholangan. Kafedra bayonnomasi 2025-yil 16-dekabrda pedagogika fanlari doktori professor Xolmatova hamda pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Ismoilovalar tomonidan imzolangan va Qo'qon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Po'latov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar sifatida belgilangan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Usmonaliyev va pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Tolipovalar tomonidan tadqiqot ishiga ijobiy xulosa berilgan va keyingi bosqichga tavsiya etilgan. 2026-yil 17-mart kuni Qo'qon davlat universiteti ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarning 4-sonli yig'ilishida Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lining ishi ko'rib chiqilgan va ushbu tadqiqot ishi ijobiy baholangan. Seminar bayonnomasi 2026-yil 17-mart kuni ilmiy seminar raisi pedagogika fanlari doktori professor Xolmatova hamda ilmiy seminar kotibi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Usmonaliyevlar tomonidan imzolangan va Qo'qon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Po'latov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar sifatida belgilangan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Maqsudov va pedagogika fanlari doktori professor Hajayev tomonidan tadqiqot ishiga ijobiy xulosa berilgan va rasmiy himoyaga tavsiya etilgan. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengash dissertatsiya ishini himoyaga qabul qilish yuzasidan 2026-yil 15-aprel kuni majlisda muhokama qilingan va muhokamada rasmiy opponentlar sifatida pedagogika fanlari doktori professor Hajayev va pedagogika fanlari doktori professor Qurbonov va yetakchi tashkilot sifatida esa Namangan davlat pedagogika instituti tayinlangan. Dissertatsiyaning muhokamasi davrida ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olingan va tuzatilgan. Dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasida maxsus plagiatni aniqlash dasturi yordamida tekshiruvdan o'tkazilgan hamda matnlar o'zbek tilida, shuningdek rus va ingliz tillarida tarjima qilib tekshirilganda uning o'ziga xoslik darajasi mos ravishda 86,5%, o'zbek tilida, rus tilida 82,7%, ingliz tilida 74,6% ni tashkil etgani aniqlangan. Sun'iy intellekt orqali generatsiya ehtimoli esa 100% originallik deb baholangan. Natijalar tahlili manbalar to'g'ri rasmiylashtirilganligini, ishning asosiy qismi muallif
tarixning mustaqil ilmiy izlanishlarga tegishli ekanligini ko'rsatib, aniqlangan o'xshashliklar ilmiy terminologiya hamda umumiy nazariy yondashuvlar bilan qiyosiy jadvalda izohlangan va dissertatsiyaning ilmiy yangiligiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan e'tirof etilib, himoyaga tavsiya qilingan. Himoya haqidagi e'lon 2026-yil 30-aprildagi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida hamda O'zbekiston Milliy axborot agentligi UzApostning 2026-yil 19-maydagi sahifasida e'lon qilingan. Shuningdek, Ziyonet axborot portaliga hamda Qo'qon davlat universitetining axborot resurs markazida 53-raqam bilan ro'yxatga olingan. Yetakchi tashkilot sifatida belgilangan dissertatsiya ishi va avtoreferati Namangan davlat pedagogika instituti ilmiy seminarida 13.00 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi tarix ixtisosligi bo'yicha muhokama qilingan. 2026-yil 21-may kuni navbatdan tashqari bayonnoma bilan rasmiylashtirilgan bo'lib, mazkur bayonnoma yetakchi tashkilot seminar raisi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Botirova, seminar kotibi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD VB dotsent Akbarov tomonidan imzolangan. Namangan davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Qodirxonov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar sifatida belgilangan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Husanova hamda pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Yo'ldashevlar tomonidan taqrizda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unda ishning dolzarbligi, ilmiy yangiligi va olingan natijalarni ilmiy asoslanganligi amaliy ahamiyati ko'rsatilgan holda Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya etilgan. Ma'lumotlar shulardan iborat edi. Ustozlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, Lazizbek Rustamovich. Dissertantning shaxsiy hujjatlari bo'yicha ilmiy kotibga savollar bormi? Tushunarli. Savollar bo'lmasa, endi himoya jarayonini boshlaymiz. So'zni dissertantga beramiz. Sizga 20 minutgacha vaqt ichida, demak, asosiy dissertatsiyangiz mazmun mohiyati, olgan ilmiy natijalaringiz, xulosa va tavsiyalaringiz haqida kengash a'zolariga ma'lumot bersangiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari va muhokama qatnashchilari. Bugungi ulug' ayyom kunlarida sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi sizlarga taqdim etilayotgan tadqiqot ishi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi deb nomlanadi. Ilmiy rahbarim pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Abdunazarov Lutfullo Mamanovich. Jahonda bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlash tizimini modernizatsiyalash, ularni tarixiy haqiqatlarni anglashga doir yangicha yondashuvlar bilan tanishtirish, tarixiy jarayon mazmunini falsafiy metodologiya asosida tushunish va shu asosda kasbiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish masalalari bugungi dolzarblik kasb etmoqda. Ayniqsa, tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish asosida tarixiy jarayonga turli tomondan yondashib, tarixiy voqelikni mayda jihatlarini ham nazardan qochirmagan holda mavjud mayda dalillar bilan tahlil qilish orqali eng to'g'ri xulosalarni shakllantirish metodologiyasini ishlab chiqish vazifalari ustuvorlik kasb etmoqda. Dunyoning ilg'or ilmiy tadqiqot institutlari va xalqaro markazlarida bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish asosida ularda tarixiy voqelikka nisbatan atroflicha, aniq, teran, chuqur va mazmundor xulosa qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Mazkur izlanishlar asosida talabalarning tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish, tarixiy tadqiqotlarga zamonaviy falsafiy yondashuv asosida olib borish mexanizmlarini joriy qilish va shu asosda tarixiy jarayon dinamikasi va qonuniyatlariga doir obyektiv munosabatlarni shakllantirish istiqbollari belgilanmoqda. O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham tarixni talqin qilishning yondashuvini o'zgartirish asosida tarixiy ta'lim tarbiyani modernizatsiyalashga qaratilgan bir qancha ijtimoiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2024-2030 yillarda tirik tarix g'oyasi asosida ijtimoiy dastur ustida ish olib borilmoqda. Ushbu dastur vatanimizning eng qadimiy tarixidan tortib yaqin o'tmishimizda yuz bergan muhim voqea hodisalarni qamrab olish nazarda tutiladi. Mazkur vazifalar doirasida bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlash metodikasini zamonaviylashtirish va shu asosda ularning tarixiy tafakkurini rivojlantirish, tarixiy xotirani to'g'ri shakllanishning innovatsion usullarini yaratish vazifasi ustuvorlik kasb etmoqda. Buning uchun esa biz bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasi va metodologiyasini innovatsion asosda o'qitish, ularda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish zaruriyati yuzaga chiqmoqda.
Biz tadqiqotimizda amalga oshirilgan mazkur tadqiqotda keltirilgan huquqiy me'yoriy hujjatlarga tayandik. Ularni ana shu slaydimizda ko'rishingiz mumkin. Tadqiqotimizning doir mamlakatimiz va xalqaro miqyosda juda ham ko'p olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ular quyidagi tadqiqotimizda ko'rishingiz mumkin. Shunday bo'lsa-da, bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi muammosiga mustaqil tadqiqot sifatida yondashilmagan. Mazkur tadqiqot ana shu jarayonning pedagogik mohiyatini tadqiq etishga yo'naltirilgan. Tadqiqotimizning maqsadi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish jarayoni hisoblanadi. Tadqiqotimizning predmeti bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishning pedagogik mazmuni, shakli va metod va vositalaridan iborat. Tadqiqotimizning birinchi vazifasi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish zaruriyatini asoslash. Ushbu vazifadan kelib chiqib, tadqiqotimizning birinchi ilmiy yangiligi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishning pedagogik mazmuni, tarixiy jarayon dinamikasi usullarini o'rganish usullari. Xo'p, ana shu vaziyatlarni turli aspektlarida tahlil qilish va ratsional dualizatsiya muhitiga reflektivlikda joriy etish asoslangan. Mazkur ilmiy yangiligimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-yil 258 nashr ruxsatnomasiga asosan nashr etilgan. Nashr etilgan tarix o'qitish metodikasi nomli o'quv qo'llanma mazmuniga singdirildi. Tadqiqotimiz nuqtai nazaridan bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish zaruriyati quyidagilar bilan izohlanadi. Birinchidan, xalqlar hayotida turli xil burilish pallalari, urushlar, inqiloblar, iqtisodiy yuksalishlar, depressiya va tanazzulga o'tish jamiyat hayotining tub o'zgarishlari doimo tarixga qiziqishni kuchaytirgan. O'zbekiston rivojlanishining yangi bosqichi, keyingi rivojlanish yo'llarini tanlash. Demakki, bosib o'tilgan yo'lni baholashning ham istiqboli mo'ljallangan dasturlar ishlab chiqishning ham usullari, shakllari, tamoyillari va bilan bog'liq masalalar kun tartibiga qo'yadi. Bunday savollarning javobi har qanday jamiyatning har qanday yangi avlod siymosida mavjud ahvolga olib keluvchi sabablarni qayta anglashga undaydi. Ikkinchidan, bugungi paytda o'tmishga qiziqish, undan hozirgi kun uchun javob topishga intilish, kelajakni oldindan ko'rish uchun rivojlangan biror bir yo'lni tanlash umumiy tus olmoqda. Chunki o'tmish va bugun va kelajakni uzviy aloqadorlikda anglash to'g'ri ijtimoiy qarorlarni qabul qilish imkonini beradi. Barcha ijtimoiy o'zgarishlar xalqlarning mentaliteti, uning tarixiy tafakkuri, bilim va ko'nikmalari, tarixiy va milliy xususiyatlari, an'analari hamda urf-odatlarini yana to'liq hisobga olish, uning o'z o'tmishi, iste'dodi, O'zbekiston xalqining ko'p asrlik boy tarixi davomida to'plangan barcha go'zal narsalarni teran bilishdan kelib chiqadi. To'rtinchidan, buyuk ajdodlar merosidan xabardor bo'lish, yosh avlodda nafaqat o'z tarixi bilan faxrlanish tuyg'usi, balki unga munosib bo'lish, undan o'rnak olish mas'uliyati ham shakllantiradi. O'zbekiston yoshlar kelajak vorislari sifatida katta ijtimoiy demokratik qatlamni tashkil etadi. Vatanimizning kelajagi ko'p jihatdan mana shu yosh avlodning ma'naviy dunyosini shakllantirish masalalariga qanchalik samarali hal etilishiga bog'liq. Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasiga doir bilimlarni rivojlantirishning o'ziga xos pedagogik xususiyatlari quyidagilardan iborat. Bo'lajak tarix o'qituvchilarining bilim olishiga kompleks yondashuvi, ularda mutaxassislik fanlari bilan birga ijtimoiy falsafiy bilimlarni shakllantirish, ta'lim jarayonini so'nggi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasiga doir rivojlantirishning teran, tanqidiy fikrlaydigan, kreativ, xolislik pozitsiyasida tura oladigan shaxs sifatida shakllantiruvchi ilmiy muhitni yaratish. Pedagogik jarayonda bo'lajak tarix o'qituvchilarda kasbiy faoliyatda juda foydali bo'lgan falsafiy fikrlash va shu asosda shakllanadigan tarixiy falsafiy dunyoqarashni rivojlantirishning innovatsion metodikasini joriy etish. Bo'lajak tarix o'qituvchilarida jamoa bilan ishlash ko'nikmasini singdirish, davrga, ijtimoiy muhitga moslashuvchanlik, muammosini o'rnida hal qila olish imkoniyatini shakllantirishga oid maxsus bilimlar berish. Bu xususiyatlarni shakllantirish zarur. Bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlashda ularda tarix falsafasiga oid bilimlarni oshirish bilan birga tarixiy tafakkur, falsafiy dunyoqarashni ham rivojlantirish lozim. Bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlashda nazariy bilimlar bilan cheklanmay, amaliy keyslar bilan ishlash metodikasini ishlab chiqish. Ilmiy tahlillar va kuzatuvlar natijasida tarix falsafasining turli yo'nalishlari aniqlandi. Teologik, metafizik, idealistik, naturalistik, materialistik, individualistik va kollektivchilik.
Tadqiqotimizning ikkinchi vazifasi tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalari va ularning tarixiy bilimlarini rivojlantirishda o'rni va ahamiyatini tadqiq etish. Ushbu vazifadan kelib chiqib, tadqiqotimizning ikkinchi ilmiy yangiligi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi, tarix falsafasi metodologiyasi fani asosida tarixiy narrativlarga baho berish, tarixiy jarayon dinamikasini tushunish, tarixiy manba va materiallar bilan ishlash bo'yicha mashg'ulotlarni intensiv loyihalash asosida takomillashtirilgan. Mazkur ilmiy yangiligimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-yil 9-iyuldagi 258-sonli nashr ruxsatnomasiga asosan nashr etilgan Tarix o'qitish metodikasi nomli o'quv qo'llanma mazmuniga singdirilgan. Biz tadqiqotimizni olib borishda bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasiga doir bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan ko'plab pedagogik va hamda metodik ishlanmalarga murojaat qildik. Ana shunday metodik o'yinlardan biri men sivilizatsiyon yondashuv tarafdoriman metodik o'yinidir. Uning mohiyati talabalar jamoasi ikki guruhga ajratiladi. Biri sivilizasionistlar, ikkinchisi formatsion yondashuv tarafdorlari sifatida munozara tashkil etadi. Munozarada ikki tomonning argumentlari eshitiladi. Har ikki tomon o'z pozitsiyasida turli fikrlar bilan asoslanishga harakat qiladi. Ekspertlar jamoasi bo'lsa, ularni baholaydi. Qaysi guruhning argumentlari asosli va ta'siri kuchli yuqori bo'lsa, o'sha jamoa g'olib sifatida tanlanadi. Ilmiy tahlillar asosida bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish bosqichlari quyidagilar degan xulosaga keldik. Ya'ni tashxis va bashorat qilish bosqichi, tashkiliy tayyorgarlik bosqichi, amaliy bosqich, umumlashtiruvchi bosqich. Shuningdek, biz respondentlarga tarix falsafasi konsepsiyasining qiyosiy o'rganishga doir topshiriqlarni ham havola etdik. Tarixiy falsafiy konsepsiyalarni tanlab olindi. So'ng o'qituvchi quyidagi rasmda ko'rsatilgandek, ya'ni jadvalda ko'rsatilgan to'ldirishni talab qildi. Tadqiqot samarali olib borish uchun biz bo'lajak tarix o'qituvchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan ideal mashqlardan foydalanish mumkin. Mashq 5 ta qadam orqali amalga oshiriladi. Uning mazmuni mazkur tadqiqotimizda keltirilgan. Shuningdek, biz bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan 3M metodikasini tajriba sinov ishlarida sinovdan o'tkazdik. Uning mazmuni va grafik tuzilishi mazkur tadqiqotimizda keltirilgan. Shuningdek, biz bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishning muhim bo'lgan tushunchalar tahlili metodini ham amalga oshirdik. Mazkur metodning mazmun mohiyati avtoreferatimizda ham, mazkur tadqiqotimizda ham ko'rishingiz mumkin. Tadqiqotimizning 3-chi vazifasi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish modeli va texnologiyasini takomillashtirishdan iborat. Ushbu vazifadan kelib chiqib, tadqiqotimizning 3-chi yangiligi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish modelining tashkiliy metodik komponenti sifatida innovatsion o'qishning kollaborativ va kognitiv munosabatlarni qaror toptirishning komponentlari integratsiyasining ustuvorligini asosida takomillashtirildi. Mazkur ilmiy yangiligimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-yil 9-iyuldagi 258-sonli nashr ruxsatnomasiga asosan nashr etilgan Tarix o'qitish metodikasi nomli o'quv qo'llanma mazmuniga singdirildi. Tadqiqot ishi doirasida tarixni g'oliblar yozadi mavzusida tarixiy jarayondagi kurashlar, liderlar va yetakchilarning faoliyati va ularning faoliyatini tarixiy jarayonlarga borishning ta'siri mazkur metodda foydalanadi. Ya'ni tasvirlar so'zlaganda metodini qo'llashda quyidagi rasmdan foydalandi. Mashg'ulotning ma'lum bir qismida mazkur metoddan foydalanish davomiyligi 20 minut. Talabalar flomasterlar orqali tasvirlarga fikrlar, pufakchalar chizadi. Topshiriq quyidagicha beriladi. Quyidagi rasm, tasvirlar, plakatlar va karikaturalar manbalariga e'tibor qarating. Tasvirdagi shaxs sizningcha qanday o'y-xayollar bilan band, qanday fikrlar va xayollar o'tmoqda. Shundan so'ng tasvir devorga ilinadi. Tarixiy vaziyatni va odamlarning harakatini tushunish va baholash orqali talabalarning tarixiy ongi va tafakkuri rivojlanadi. Talabalar mazkur rasmga doir munosabatlarni talqin qilish, ma'lum davr insonlarining o'y-xayollari tasvirlanadi. Talabalar o'zini o'sha davr insoni sifatida fikrlashga majbur qiladi. Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishda suhbat metodining pedagogik imkoniyatlaridan foydalanildi. Suhbat metodi tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu metod savol-javob orqali o'rganilayotgan mavzuni chuqur tahlil qilish va tushunilishni anglatadi. Quyida uning asosiy ahamiyati keltirilgan.
Shuningdek, biz bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlar rivojlantirishda bir qancha texnologiyalardan ham murojaat qildik. Jumladan, muammo texnologiyasi o'rganilayotgan mavzudagi asosiy muammoni ajratib olish va muammoni talabalar tomonidan mustaqil hal etilishini ta'minlashga xizmat qiluvchi texnologiyalardan biri hisoblanadi. Masalan, tarixiy jarayonda davlatlarning rivojlanishiga, ichki barqarorligi, mahalliychilik, urug' aymoqchilik va millatchilik kabi salbiy ta'sirdan o'rganish jarayonida ushbu metoddan foydalanish yaxshi natija beradi. Misol uchun, Mo'g'ullar bosqini arafasida Sulton Muhammad Xorazmshoh davrida urug' aymoqchilik muammosi berilgan jadval asosida har bir talaba mashg'ulotlarda matndan foydalangan holda mustaqil tahlil qilish maqsadga muvofiq ushbu mavzuni o'rganish jarayonida tinglovchilar 4 ta guruhga bo'linadi va guruhlarga quyidagicha topshiriq beriladi. Ya'ni jadvaldagida. Ya'ni bir samaradorligi isbotlangan texnologiya bu kubing texnologiyasidir. Ushbu texnologiya mazmuni va ishlash mexanizmi mazkur tadqiqotimizda keltirilgan. Biz bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish modelini takomillashtirdik. Takomillashtirilgan model mazkur tadqiqotimizda keltirilgan. Tadqiqotimizning 4-vazifasi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish samaradorligini baholash va bu boradagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish. Ushbu vazifadan kelib chiqib, tadqiqotimizning 4-ilmiy yangiligi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni tarix falsafasi va metodologiyasi fani asosida rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqishda tarixiy falsafiy yondashuvni namoyon bo'lish darajalari va tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarini o'zlashtirish bosqichlari va tarixiy falsafiy fanlar va metodlarning integratsiya asosida takomillashtirilgan. Mazkur ilmiy yangiligimiz O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining O'zbekiston 24 teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan ta'lim va taraqqiyot, O'zbekiston yoshlari hamda tarix ko'zgusi kabi teleko'rsatuvlar ssenariylari ishlab chiqishdan foydalanilgan. Tadqiqotimiz doirasida o'tkazilgan tajriba sinov ishlari tashkil etishda biz tajriba maydonlari sifatida Farg'ona davlat universiteti, Andijon davlat universiteti hamda Termiz davlat universitetlarini tanlab oldik. Hamda tajriba sinov ishlarida mazkur oliy ta'lim muassasalarining jami 689 nafar respondentlar jalb etildi. Ular 346 nafar tajriba, 343 nafar nazorat guruhlariga biriktirildi. Tajriba sinov ishlari 3 bosqichda: dastlabki tayyorlov, eksperimental faoliyat va monitoring tahlil bosqichlarida olib borildi. Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishni aniqlash mezonlari aniqlashtirildi. Ular kognitiv faoliyat hamda aksiologik mezonlar hisoblanadi. Yuqoridagi mezonlar asosida bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishni rivojlanganligi aniqlangan darajalari sifatida yuqori, o'rta hamda past darajalar belgilandi. Mazkur tadqiqotimizda bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlanganligi bo'yicha tajriba sinov ishlarining tajriba avvalidagi natijalar keltirilgan. Olingan ko'rsatkichlar diagramma ko'rinishida ham keltirilgan. Mazkur tadqiqotimizda bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlanganligi bo'yicha tajriba sinov ishlarining tajriba yakunidagi natijalari keltirilgan. Olingan ko'rsatkichlar diagramma ko'rinishida ham keltirilgan. Matematik statistik tahlil uchun student test metodi tanlandi. Kognitiv faoliyat, aksiologik mezonlar bo'yicha mos holda 14%, 15%, 15% va yuqori ekanligi ko'rsatildi. Va har bir mezon bo'yicha statik gipoteza H1 qabul qilindi. H1 gipotezasining qabul qilinishi tadqiqot ishining samarali kechganligi bilan izohlanadi. Shunday qilib, matematik statistik tahlillar bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish yo'naltirishining tajriba sinov ishlarining samarasi taqriban 15% kechganligi tasdiqlanadi. Olib borilgan tadqiqot ishimiz yakuni yuzasidan bir qancha xulosalarga kelindi. Ushbu xulosalar tadqiqotimiz hamda dissertatsiya fotografiyatsida ko'rishingiz mumkin. Yuqorida kelib chiqib biz quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surdik. Birinchidan, bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlashga qaratilgan so'nggi yillarda ishlab chiqilayotgan o'quv rejalarida tarix falsafasi va metodologiyasi, tarix o'qitish metodikasi fanlari qo'shib yuborilayotganligi, juda kam soat ajratilgan holda rejalar shakllanayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Shu bois o'quv rejalarida tarix falsafasi o'qitishga doir fanlar va modullarni kiritish maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish, o'quv predmetining boy tarixiy
falsafiy potensialini amalga oshirish imkonini beradigan tarix falsafasi va metodologiyasi ta'limiga doir ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish, umumlashtirish va ommalashtirish. Uchinchidan, bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarini rivojlantirishda tarix falsafasi metodologiyasi ta'limi bo'yicha o'quv va metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, nashr qilish va ana shunday zamonaviy ijtimoiy madaniy muhit va o'qituvchilar va talabalarning arxiv voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko'nikmalari muhim ekanligini ko'rsatib berish. To'rtinchidan, tarix falsafasi metodologiyasi fanining noan'anaviy dars arsenalini kengaytirish. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Mana dissertant o'z ma'ruzalarini yakunladi. Asosiy mazmun mohiyatini yetkazishga harakat qildilar. Endi navbatni savol-javoblarga beramiz. Marhamat, hurmatli kengash a'zolari, Zoomda ishtirok etayotgan kengash a'zolari dissertantga dissertatsiya mazmuni yuzasidan demak savollar bilan murojaat qilishlaringiz mumkin. Marhamat. Kimda savollar bor? Mumkinmi menda savol? Marhamat, Ortiq va Muhayaxon Botir Aliyevna, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi hamda a'zolari. Tadqiqotchiga ikkita savolim bor edi. Demak, birinchi savolim tadqiqot ishingizni mana ma'ruzasini tingladikda 3M metodikasi haqida gapirib o'tib ketdingiz. Mana shu metodika ta'limni qaysi bosqichida amalga oshirilishi ko'proq bir samara berar ekan. Bu birinchi savolim edi. Agar yozib olgan bo'lsangiz, ikkinchi savolga o'taman. Beravering, yozib oldilar. Ikkinchi savol, demak, bevosita tadqiqot modelingiz bo'yicha tadqiqot modeli mana dissertantlar tomonidan ishlab chiqilganda, endi uni o'zini bloklari bor. Ikkinchi savolim, qaysi blok elementlari yoki bo'lmasam komponentlariga ustuvorlik berildi yoki aksincha qaysi blok sustroq ishladi va nima uchun? Yana bir qaytarib yuboring, Muhayaxon. Tadqiqot ishi yuzasidan mana model ishlab chiqqan tadqiqotchi mana shu modelni bloklari bor. Qaysi blok ko'proq yaxshi samara berib ishladi? Ustuvorlik berildi. Qaysi blok elementlariga, komponentlariga ustuvorlik berildi tadqiqot ishingizda yoki aksincha sustroq ishladi? Rahmat, Muhayaxon Botir Aliyevna, savollar uchun. Marhamat, yozib olgan bo'lsangiz. Ahrorjon. Ustoz, savol uchun rahmat. Birinchi savolingiz yuzasidan, ya'ni 3M metodikasi 3M metodikasi mazkur metod tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarini o'zaro taqqoslash, qaram-qarshi va o'xshash jihatlarini aniqlash hamda ularda ana shu ular o'rtasida ilmiy muloqot tashkil etish orqali talabalar kompleks tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. Metodning nazariy asosi shundan iboratki, tarixiy haqiqatni yagona yondashuv orqali to'liq ochib berilmaydi, balki turli konsepsiyalar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik va fahmlash, anglash orqali chuqurroq tushuniladi. Shu bois ushbu metod talabalarda bir yoqlama fikrlardan voz kechilib, ko'p o'sha pragmatiklik yondashuvlarini egallashga yo'naltiriladi. Shuning uchun ana shu metoddan biz ana shu ishimizda foydalandik. Ikkinchi savolingiz model bo'yicha bo'ldi. Ya'ni modelimiz qaysi blokda, ya'ni ustuvorlik berildi. Biz model ana shu ishning asosiy yuragi hisoblanadi. Shuning uchun biz modelga, ya'ni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratdik. 4 ta blokdan, ya'ni maqsadli blok, mazmunli blok, texnologik blok va diagnostik bloklarga bo'lib ajratdik. Ana shu biz modelimizda har bir o'sha nimada bloklarga alohida to'xtalib, har bir blokda atroflicha o'rganib, mukammal holatda bajarishga harakat qildik va asosiy nimasi, ya'ni maqsadli bloklarga biz ana shu kengroq yoritishga va har bir blokda alohida to'xtalib, ana shu bloklarni kengroq o'rganishga harakat qildik. Ustuvorlik asosan hamma nimalarida bir taqsimlangan holatda keltirildi. Yaxshi, rahmat. Javoblar qoniqarlimi? Qoniqdingizmi, Muhayaxon Botir Aliyev? Rahmat.
Asosan texnologik blokga ko'proq ustuvorlik bergansiz, texnologik a? tashkiliy. Chunki asosiy Ha, metodik men shuni aytib o'tmoqchi edim. Menimcha Aha. texnologik blokka ustuvorlik Mhm. berilgan bo'lishi kerak. Mhm. Rahmat, Muxoyxon Botiraliyevna. Marhamat, hurmatli kengash a'zolari, yana kimda qanday savollar bor? Zoomda ishtirok etayotgan kengash a'zolari, studiyadan ishtirok etayotgan kengash a'zolari faollash. Marhamat, professor Nurbek Sadullaevich. Mhm. Bugun pedagogikani fanni oldiga qo'yilgan, pedagogika psixologiya fanlarini oldiga qo'yilgan asosiy maqsad bo'lajak pedagoglarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish. Aynan sizni shu ilmiy tadqiqot ishingizda zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish bilan birgalikda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirildi deb so'ramoqchi edim. Ikkinchisi, mana eksperiment obyektingizda 3 ta viloyat tanlab olingan: Farg'ona, Andijon va Termiz, Surxondaryo viloyatlari. Endi men hali hudud bo'yicha ajratmoqchi emasman, lekin qaysi hududdagi tarix talabalarini aynan zamonaviy bilimlarni rivojlantirishi ustunroq ekanligi sizni o'sha eksperiment jarayoningizda ko'zga tashlandi. Rahmat. Rahmat, marhamat. Avvalambor savol uchun rahmat ustoz. Birinchi savolingiz bo'yicha ana shu zamonaviy bilimlarni, ya'ni kreativlikni oshirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirildi? Ana shu kreativ fikrlashni, ya'ni kreativlikni oshirish uchun biz ana shu ilmiy ishimiz doirasida o'sha asosiy jihatlar, ya'ni tarixiy tafakkurni shakllantirish, tarixiy falsafiy tushunish va kreativ tahlil qilish ko'nikmalari, ya'ni manbalarni tahlil qilish orqali turli tarixiy qarama-qarshiliklarni solishtirish va falsafiy g'oyalarni o'rganishni o'rgandik va talabalar hodisalarini baholashda mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor berildi. Bundan tashqari ana shu kreativ tahlil qilish ko'nikmalari bilan birgalikda axloqiy estetik qadriyatlarni anglash, ilmiy tadqiqot metodlarini o'zlashtirish, global va milliy tarixiy kontekstni anglashni ham ana shu ilmiy ishimiz doirasida kengroq o'rgandik. Ikkinchi savolingiz bo'yicha tajriba sinov ishlarida zamonaviy o'sha ishlanmalarda qaysi hudud kengroq, ya'ni nimasi tajriba sinov ishlari qaysi hududda keng nima qilindi deydi. Ana shu tajriba sinov ishlarini amalga oshirishda biz o'sha Farg'ona davlat universiteti, Termiz davlat universiteti, keyin o'sha 3 ta hudud asosida tanlangan bo'lsa, ana shu xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasida atroflicha o'rganildi. Ya'ni 3 tajriba sinov hududlarida atroflicha o'rganildi va ularda kognitiv faoliyat, aksiologik va o'sha faoliyat mezonlari shakllantirishlari ma'lum davr mohiyatida olib bordi. Ya'ni har bir bosqichda, ya'ni Farg'ona davlat universiteti tajriba sinov ishlarimizda o'sha respondentlarda ko'rishimiz mumkinki, nisbatan ana shu tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishni doir o'sha respondentlar alohida o'rin egalladi. Ya'ni Alohida samaradorlikka erishdi Farg'ona davlat universiteti demoqchisiz, shundaymi? Javoblar qoniqarlimi? Nurbek Sadullaevich, qabul qilasizmi? Ularni rivojlantirishda yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana rasmlardan foydalanishda, tarixiy rasmlardan. Aslida bu o'sha proyektiv metodikalarda aynan mana shu, mana masalan Suqrotni ham o'sha Suqrot metodidan foydalandingiz, o'sha ha degan metod hisoblanadi. Aynan mana shu metodlar ham o'sha talabalarda kreativ qobiliyatni rivojlantirishga asosiy rol o'ynaydigan metodikalar hisoblanadi. Rahmat. Rahmat. Marhamat, professor Xonboboyev Akimjon Ikromovich. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Mana dissertant ma'ruzalarini tingladik va quyidagi aniqlashtiruvchi savollar paydo bo'ldi. Ruxsatlaring bilan shuni murojaat qilsam. Mana ilmiy yangiligingizda bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni
tarix falsafasi va metodologiyasi fani asosida rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqishda metodlarni integratsiyasi asosida takomillashtirilgan deyilyapti. Ma'lumki, demak, an'anaviy metodlar bilan birgalikda hozirgi vaqtda raqamli texnologiyalarni ham integratsiyada qo'llash muhim hisoblanadi. Siz mana shu 4-chi yangiligingizni ochib berishda qaysi raqamli texnologiyalarni integratsiyasidan foydalangansiz? Birinchi savol. Rahmat. Ikkinchi savolim, tadqiqot ishingiz mavzusi bo'yicha aynan qaysi xorijiy yoki mahalliy olimlarimizdan ishlari bilan tanishgansiz va sizni ishingiz qaysi jihati bilan ulardan farq qiladi? Shu batafsil aytib bersangiz. Rahmat. Hakimjon Ikromich, juda original savollar bo'ldi. Marhamat, Ahrorjon, javoblariz. Ustoz, avvalo savol uchun rahmat. Birinchi savolingiz bo'yicha ana shu haqiqatan ham bugungi 21-asrda tarixshunoslik va tarix falsafasini o'qitish jarayonida an'anaviylik metodlar bilan birgalikda o'sha raqamli texnologiyalarni qo'llash muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Biz bunga alohida to'xtalib o'tdik va big data tahlili, ya'ni raqamli arxivlar va sun'iy intellekt bugungi kunda rivojlangan IT vositalari bilan tarixiy bilimlarni chuqurroq, tizimli va interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi. Nazariy jihatdan bu yondashuvlar tarixiy tafakkur, metodologik savodxonlik va tanqidiy fikrlashni integratsiyalashga asoslangan. Ya'ni integratsiyalashga yo'l ochib beradi. Biz ana shu big data tahlili orqali talaba tarixiy jarayonni demografik, iqtisodiy va ijtimoiy ma'lumotlarni katta hajmda o'rganishi va ularda statistik va vizual modellarni orqali tahlil qiladi. Bu yondashuv tarixiy hodisalarni faqat o'sha kronologik va faktolik jihatdan emas, balki ularning sistemali, o'zaro bog'liq va tendensiv xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Shu tarzda talaba tarixiy ma'lumotlarni nafaqat qabul qiladi, balki ularda ana shu nazariy konsepsiyalar bilan birga mantiqiy xulosalar chiqarishni o'rganadi. Ikkinchi savolingiz bo'yicha ana shu tadqiqot ishimizda biz ko'plab o'sha olimlarni asarlari, o'sha olimlarning ilmiy qilgan ishlarini o'rgandik. O'zbekistonda o'sha tarixiy tafakkurni rivojlantirish, tarixni o'rganishda falsafiy metodologiyadan foydalanishga doir tadqiqot ishlari pedagogik olimlardan ustozimiz va rasmiy apendentimiz Xo'jayev Begzodjon Xudoyberdiyevichdi, keyin Davlatovdi, Ismoilov, Shonazarov, Jumaniyozov, Mahkam va Usmonaliyevni ilmiy izlanishlardan foydalandik, ya'ni o'shalarni o'rgandik. Hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida tarix o'qituvchilarida kasbiy tayyorlashga yondashuvni yaratish muammolariga bag'ishlangan Aleksashina, Barbanov, Baranov, Bahmutov, Vyezevskiy, Sterlova, Korotkova, Studentkin, Lazukov, Person va Mirzagayit va boshqalarning ishlarini o'rganib, chuqurlicha, atroflicha o'rganib chiqdik. Ularni ishidan nimasi bilan farq qiladi? Sizni ishingizni originalligi nimada? Bularni ana shu ustozlarimizni qilgan ishlari ana shu bugungi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasini zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishda o'sha atroflicha, ya'ni bir yoq o'sha atroflicha o'rganilmaganligi, biz bunga alohida to'xtalib o'tib, ana shu ilmiy yangiliklar, o'sha yondashuvlar, vazifalarni alohida to'xtalib kengroq yoritganligimiz bilan ajralib turadi. Rahmat. Birinchi savoldagi big data, keyin sun'iy intellekt integratsiyasi bo'yicha gapirdingiz. Dissertatsiyada shular o'zi aksini topgan, keltirib o'tilgan va qo'llanilgan. Javoblar qabul qildingizmi? Rahmat. Marhamat, yana kimda savollar bor? Studiyadagi nimalarimiz? Marhamat, professor Zirotxon Anvarovna. Assalomu alaykum, kengash raisi, kengash a'zolari. Hop, dissertantga chiqishlaridan, savol javoblaridan kelib chiqib, menda ham ikkita aniqlashtiruvchi savol paydo bo'ldi. Siz tomoningizdan tarix falsafasining asosiy yo'nalishlari aniqlandimi? Agar aniqlagan bo'lsangiz, qaysilar? Aynan siz himoya qilyap turgan tarix falsafasining qaysi yo'nalishlarini siz aynan ochishga harakat qildingiz? Ikkinchi savolim,
Bo'lg'usi tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish mazmuni avtoritetning ikkinchi jadvalida keltirilgan. Ushbu tamoyillarni izohlab bersangiz. Ustoz, avvalo savol uchun rahmat. Birinchi savolingiz o'sha asosiy yo'nalishlar. Biz ana shu ilmiy ishimizni qilish davomida asosiy yo'nalishlar, ya'ni aniqladik. Ya'ni bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarining o'sha yo'nalishlari aniqlandi. Bular biz sivilizatsion, anthropocentrik, postmodernistik, global tarix, ijtimoiy madaniy o'sha va sinegretik konsepsiya aniqlandi. Keyin bu ana shu yo'nalishlarda sivilizatsion yondashuv, sivilizatsion yo'nalishda misol uchun insoniyat tarixini yagona chiziq bo'ylab emas, balki turli madaniyat va sivilizatsiyalar paydo bo'lishi, yuksalishi va inqiroz orqali ketishi tahlil qilindi. Shu yo'nalishlar asosida biz ilmiy ishimizni boyitdik. Ikkinchi savolingiz model o'sha ikkinchi savolingiz o'sha bo'lajak tarix o'qituvchilarida o'sha asosiy jihatlari, mazmuni, ya'ni pedagogik mazmuni, zaruriyati. Biz ana shu pedagogik mazmun va pedagogik zaruriyatni o'rgandik va o'sha asosiy jihatlari tarixiy tafakkurni shakllantirishning mazmuni talabalarda tarixiy hodisalarni nafaqat fakt sifatida, balki sababini ijtimoiy iqtisodiy konsept asosida tahlil qilish o'rganildi va zaruriyati tarixiy tafakkur dunyoqarashini kengaytirish, ijtimoiy hodisalarni chuqur anglash imkonini beradi. Ikkinchidan o'sha asosiy jihati tarixiy falsafasini tushunishda mazmuni tarixiy jarayonlarni, sivilizatsiyalar va madaniyatlar rivojlanishi bilan bog'liq masalalar, g'oyalarni o'rganish va talabalar hodisalarni baholashda mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Keyin o'sha tanqidiy tahlil qilish tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalari, axloqiy estetik qadriyatlarni anglash, ilmiy tadqiqotlar metodlarini o'zlashtirish, global va milliy tarixiy kontekstni anglash, tarixiy qarorlarni qabul qilish ko'nikmalari ana shu mazmun va zaruriyat tomonidan izohlanib keltirib o'tiladi. Javoblar qabul qildingizmi? Xo'p, yana kimda savollar bor? Marhamat, kengash a'zolari, studiyada ishtirok etayotgan. Savollar bo'lmasa, mani o'zimda savol bor edi, Ahrorjon. Mana siz tadqiqot ishingizni boshlagan paytingizda muammo bo'yicha joylarda o'rgangansiz, anketa so'rovnomalari, kuzatuv ishlarini olib borgansiz. Mana shu jarayonda shu ko'tarib chiqayotgan muammongizga oid qanday kamchiliklar, tipik kamchiliklar uchragan? Ustoz, avvalo savol uchun rahmat. Biz ana shu tadqiqot ishimiz doirasida o'sha respondentlar bilan qilgan ishimiz nimasida respondentlarda turli ana shu bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishda tipik o'sha nimalar, muammolar, ularga o'sha savollarni, ya'ni test anketa so'rovnomasi asosida berganimizda bularda unchalik ana shu nimalarga tushunmovchilik bo'lganligi va buni ochib berish uchun ana shu ilmiy ishimiz qanday alohida muhim ahamiyatga kasb etganligini tushunib yetdik va ana shu ishimizda, ya'ni ilmiy izlanishlarimizda, ilmiy nimamizda ana shu jarayonlarni ochib berishga atroflicha to'xtalib o'tdik. Ularda ana shu tarixiy falsafiy fikrlashni, ya'ni dunyoqarashni rivojlantirishga doir bilimlar kamligi, ana shu bu globallashuv davrida tarixiy tafakkurga, ya'ni zamonaviy konsepsiyalarga bo'layotgan turgan, ya'ni xolisona, teran, aniq fikrlar mavjud emasligi bugungi bo'lajak tarix o'qituvchilarida ana shu tarixiy falsafiy fikrlashni qanchalik muhim ekanligini ko'rsatib berdi. Ya'ni ularda teran va ana shu xolisona baholash nimasi ochib berilishi ana shu ishimizni ahamiyatini yanada oshirdi. Rahmat. Yana savollar bo'lsa, marhamat. Marhamat, dotsent Barnoxon Abdurahmonova, marhamat.
Postmodernistik ta'limot haqida gapirgansizda, mana shu ta'limot haqida kengroq mana adabiyotshunoslik yo'nalishida buni talqini boshqacha, bu yerda talqin boshqacha ketgan. Tarixiy nuqtai nazardan qanday ta'limot bu? Ikkinchisi, tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyasi haqida ko'p gapiryapsizda. Ana shu zamonaviy konsepsiyani bitta ikkita uchta muhim sanab beryapti. Qaysi zamonaviy konsepsiya? Bu yerda nima bergansiz, shuni keyingi nima o'ziga davom bo'ladi, mana shu jadvalda keltirilgan. Shu jadvalda bergansiz bir qancha zamonaviy konsepsiyalar so'ragansizlar, faqat bular asoschilar sifatida xorijiy olimlarni ko'rsatgansizda. Zamonaviy konsepsiyalar. Endi ana shu zamonaviy konsepsiyalarni asoschisi sifatida o'zbekistonlik olimlarni keltirib aytishimiz mumkinmi? Keltirib olsak ularni tarixiy nuqtai nazardan qaragansizda nazariyat o'zgartiradi. Rahmat. Avvalo ustoz, savol uchun rahmat. Birinchi savolingiz bo'yicha o'sha postmodernistik konsepsiya. Postmodernistik konsepsiya bu o'sha qarashga tarixga mutlaq haqiqat sifatida emas, balki talqinlar majmuasi sifatida qaraladi. O'sha biz aytgandek buni haqiqatan ana shu postmodernistik konsepsiyani xorijiy olimlardan o'sha Foucault, Derrida va Bodriylar o'rgangan. O'shan asosi tarixiy manbalarni tanqidiy tahlil qilishni kuchaytiradi va buyuk tarixiy hikoyalarni inkor etadi. Ya'ni o'sha tarixda bo'lgan turli xil hikoyalarni inkor etib, asosli holatda keltirishni nazarda tutadi. Postmodernistik konsepsiya tarix o'sha bu qarash tarixga mutlaq haqiqat sifatida emas, balki talqinlar majmui sifatida qarashni asosiy sifatida ko'rishimiz mumkin. Hayot demak. Ikkinchi savolingiz tarixiy zamonaviy konsepsiyalar haqiqatan ham bugungi kunda o'sha juda ham ko'p, misol uchun sivilizasion, antroposentrik, postmodernistik, o'sha global konsepsiya, ijtimoiy madaniy, ya'ni kulturik yondashuvlar. Bu yondashuv o'sha konsepsiyalarda o'sha hozir aytdik postmodernistikda ham Yevropa olimlari o'sha Foucault, Derrida, Bodriylar umuman ana shu zamonaviy konsepsiyalarda o'sha yevropalik olimlar ko'proq ijod qilgan, lekin bu zamonaviy konsepsiyalarda ham o'zbek olimlarining ishlari juda ham ko'p. Misol uchun ustozimiz o'sha kreativ fikrlashga doir o'sha konsepsiyaga doir Bekzodjon Xudoyberdiyev, Hoджаевni ilmiy izlanishlarni ko'rganimizda bu zamonaviy konsepsiyalarga ham alohida to'xtalib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha Jumaniyoz va o'sha Shonazarovlarning ilmiy izlanishlarida ham bugungi kundagi o'sha zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishga oid o'sha bir qancha ilmiy izlanishlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu o'zbek olimlarida ham ana shunday zamonaviy konsepsiyalarga doir fikrlar va zamonaviy konsepsiyalarni ishlari, ya'ni asoslari keltirib o'tilgan. Xo'sh. Ko'rib, ko'rsatib kengroq. Xo'p, javoblar qabul qildingizmi? Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, jami mana 12 ta shu aniqlashtiruvchi, yo'naltiruvchi savollar berildi. Agar savollar bo'lmasa, savol-javob qismimizni yakunlasak degan takliflar tushyapti. Marhamat, shunga ovoz berib qo'yamiz savol-javoblarni yakunlash bo'yicha. Rahmat. Endi so'z navbatini ilmiy kotibga beramiz. Ilmiy kotib demak yetakchi tashkilot hamda avtoreferatga kelgan taqrizlarni mazmun mohiyati bilan tanishtirib o'tadilar. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Yetakchi tashkilot va avtoreferatga kelgan taqrizlar bilan tanishtirib o'tsam, yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya va avtoreferati Namangan davlat pedagogika instituti falsafiy va tarixiy fanlar kafedrasining 2026 yil 21 maydagi ilmiy seminarida muhokama etilgan.
Talabgor ushbu ilmiy izlanishlardagi erishgan yutuqlari bilan bir qatorda dissertatsiya va avtoreferat bilan tanishish jarayonida quyidagi mulohazali kamchiliklar kuzatildi va takliflar keltirildi. Birinchi, dissertatsiyada tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalari bo'yicha tadqiqot olib borgan xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari yanada kengroq tahlil etilganda tadqiqotning nazariy qamrovi boyigan bo'lar edi. Ikkinchi, tadqiqotning tajriba sinov ishlari natijalari diagramma va statistik tahlillar asosida yanada batafsil yoritilganda tadqiqotning amaliy samaradorligi yanada yaqqol namoyon bo'lar edi. Ammo bu kamchiliklar dissertatsiyaning asosiy nazariy va amaliy natijalariga salbiy ta'sir etmaydi, balki uning mazmunini boyitgan bo'lar edi deb xulosa berilgan. Endi avtoreferatga kelgan taqrizlar bilan tanishtirib o'tsam, birinchi, Chirchiq davlat pedagogika universiteti professor pedagogika fanlari doktori Qorayev tomonidan taqriz ijobiy. Ikkinchi, Termiz davlat universiteti dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Achilov tomonidan taqriz ijobiy. Uchinchi, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Ergashev tomonidan taqriz ijobiy. To'rtinchi, Shahrisabz davlat instituti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD VB professor Xurramov tomonidan taqriz ijobiy. Beshinchi, Andijon davlat universiteti umumiy pedagogika kafedrasi VB dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Abdullayev tomonidan taqriz ijobiy. Oltinchi, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti VB dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Tojiboyeva tomonidan taqriz ijobiy. Yettinchi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti falsafa kafedrasi katta o'qituvchisi falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori Umarjonov tomonidan taqriz ijobiy. Sakkizinchi, Abay nomidagi Qozog'iston Milliy pedagogika universiteti tarix va huquq fakulteti dotsenti tarix fanlari nomzodi Murat Kazin tomonidan taqriz ijobiy. To'qqizinchi, Qozog'iston Respublikasi akademik Quvvatbekov nomidagi Xalqlar do'stligi universiteti pedagogika fanlari nomzodi dotsent Purimbekovadan taqriz ijobiy va 10-chi, Rossiya Federatsiyasi Qozon federal davlat universiteti qoshidagi Yelabuga instituti tarix fanlari nomzodi dotsent Galyamov tomonidan taqriz ijobiy berilgan. Ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun Rahmat. Endi so'z navbatini dissertantga, shu yetakchi tashkilot hamda avtoreferatga kelgan takliflarga javoblaringiz, marhamat. Bizga yetakchi tashkilot sifatida tayinlangan Namangan davlat pedagogika instituti jamoasi dissertatsiya ishimizni sinchiklab o'rganib chiqib, o'zlarining ijobiy xulosalarini berganliklari uchun o'zimning samimiy minnatdorchiligimizni izhor qilaman va albatta ishimizni o'z qimmatli vaqtlarini ajratib o'rganib chiqib, fikr mulohazalarini bildirganligi uchun taqrizchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda ularning tomonidan ko'rsatilgan ayrim taklif va kamchiliklarga javobimiz quyidagicha. Birinchi kamchilik bo'yicha javobimiz darhaqiqat ana shu dissertatsiyamizni tadqiqot mavzusiga doir mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilingan bo'lsa-da, ularni yanada keng qamrovli yoritish, milliy ilmiy maktab doirasida shakllanadigan nazariy qarashlarni chuqur qiyosiy tahlil qilish tadqiqotning nazariy ilmiy ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qilgan bo'lardi. Shu bilan birga mahalliy va xorijiy olimlarning qarashlari alohida o'rganildi. Ilmiy ishimiz doirasida buni dissertatsiyamizning 15 va 30 sahifalarida aynan Sharq va G'arb olimlarining bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishga doir qarashlariga bag'ishlangan sahifalarda ko'rishimiz mumkin. Kelgusidagi monografik ishlarimizda albatta ana shu kamchiliklarni inobatga olamiz. Ikkinchi kamchilik bo'yicha javobimiz berilgan takliflar maqsadga muvofiq va amaliy jihatdan ahamiyatli deb hisoblayman. Dissertatsiyada keltirilgan jadvallar tadqiqot shakllanishida illyustratsiya qilish, tahlilni aniqlashtirish va xulosalarni asoslashga xizmat qiladi. Biroq ularning ayrimlari hajmi katta bo'lib, qo'shimcha ma'lumot xususiyatlariga ega ekanligini inobatga olgan holda ilova qismiga joylashtirish ishining tarkibiy mantiqiy yaxlitligi va matnning o'qishga qulayligini ta'minlash nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shu munosabat bilan ana shu kamchiliklarni kelgusi monografik ishlarimizda batafsil yoritishga hamda tadqiqot materiallarini tizimli taqdim etilishini inobatga olamiz. Berilgan o'sha yetakchi tashkilot Namangan davlat pedagogika jamoasiga dissertatsiyamizni sinchiklab o'rganib chiqqanligi uchun yana bir bor rahmat aytaman. Rahmat. Endi rasmiy muhokamalarga o'tamiz. Endi so'z navbatini birinchi taqrizchimiz pedagogika fanlari doktori professor Qurbonov Jasurbek Akmaljonovichga beramiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va ilmiy kengash a'zolari. Avvalo barchalaringni o'tib ketgan milliy qadriyatlarimizdan bo'lgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Ijozatingiz bilan Abrorjon Ahadjon o'g'lini bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasini zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi mavzusidagi pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasiga taqrizimni o'qib eshitmoqchiman. Avvalambor mana shu boshqa yetib kelganliklari bilan ilmiy rahbarlari Lutfullo Mamanovich hamda tadqiqotchini tabriklayman. Shuningdek, agar ruxsat bersalaring, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy shu reglamentga asosan taqrizimda imkonroq qisqaroq aytishga harakat qilaman. E'tibor qaratsak, insoniyat taraqqiyotining murakkab va ziddiyatli jarayonlarini anglashda tarix faqat o'tmish haqidagi bilimlar majmuasi emas, balki jamiyatni o'zining tushunish vositasi hamdir degan tushunchalarni anglatib o'tiladi. Bugungi kunda tarix voqealarga yagona talqin nuqtai nazardan emas, balki turli konseptual yondashuvlar asosida baho berish zaruriyati kuchayib borayotganligini ko'ramiz. Bu esa bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy jarayonlarning falsafiy asoslarini chuqur anglashni talab etadi. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, bugungi kunda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalari tarixiy haqiqatni kengroq ko'rish, voqealarni ortida qonuniyatlarni anglash va tarixiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilishini keltirib o'tgan. Kelajakda avlodning tarixiy ongini shakllantiruvchi tarix o'quvchilarining bunday bilimlarga ega bo'lishini ta'lim sifatini belgilovchi muhim omillardan biridir degan tushunchalarni anglab o'tadi. Shu sababli bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bugungi tarix ta'limining dolzarb ilmiy pedagogik vazifalaridan birini kasb etayotganligini ko'ramiz. Shuningdek, shu jihat bilan Abrorjon Ahadjon o'g'lining tadqiqot ishi muhim dolzarblikni kasb etadi. Demak, avvalambor muallif mavzu bo'yicha boblar, paragraflar mantiqiy ishchiligida tuzib olib, keyin ish boshlaganligi shunda ravshanki bir-biri bilan bog'liq, bir-biri bilan uyg'un, bir-birini to'ldiradi. Bir-birini boyitib boradigan xulosaga kelishimiz mumkin va har bir bobning oxirida ilmiy xulosalarni asoslanganligini ko'ramiz. Demak, tadqiqot ishining birinchi bobi bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishning nazariy asoslari deb tanlab olinganligi va birinchi bobning mazmuni sifatida va asosi tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalar tushunchasini keltirilganligi va tushunchalar haqida ko'p ma'lumotlar keltirib o'tilgan va muallifni yana bir yutug'i mana shu tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga mualliflik ta'rifini ham aks ettirganligini ko'ramiz va shu asosda dissertant tadqiqot ishi doirasida bir qancha olimlarda ilmiy ishlari bilan shug'ullanganligi, uni tahlil qilganligi va o'z ilmiy tadqiqotga metodologik asos sifatida olinganligini ko'ramiz. Bu olimlardan Hajjayev, Davlatov, Ismoilov, Shonazarov, Jumaniyozov va Mahkamov va Usmonaliyevlarda ilmiy tadqiqot ishlaridan keng foydalanganligini ko'ramiz. Shuningdek, yana birinchi bobda asosiy jihatlardan 21-asr tarixshunoslik va tarix falsafasini o'qitish jarayonlarida hozir ustozlarimiz ham aytib o'tishdi. An'anaviy o'sha metodlar bilan birgalikda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali maqsadga erishganligini ham ko'ramiz. Bu raqamli texnologiyalardan o'sha big data tahlili, raqamli arxivlar va sun'iy intellekt va interaktiv metodlar orqali o'z maqsadiga erishganligini ko'ramiz. Demak, tadqiqotchi ikkinchi bobini bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi deb nomlanganligi va shu ikkinchi bobning asosiy mazmuni bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantiruvchi modelini ishlab chiqqanligi, bu model ishni mazmunini aks etganligini ham ko'ramiz. Demak, shu tariqasida bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishda muayyan tamoyillar asosida ham o'z oldiga maqsad qo'yganligi, bu tamoyillar konsentrizm tamoyili, metodologik pluralizm tamoyili, muntazamlik, izchillik va tizimlilik tamoyillari, ilmlik va nazariy bilimlarning ustuvorlik tamoyili, tarixiylik va vorislik tamoyili va germenetik yondashuv tamoyillar orqali qo'ygan maqsadga erishganligini ko'ramiz. Yana bir yutuqlardan bittasi
aynan dissertant tomonidan mualliflik metodlarini ishlab chiqilganlik va tadqiqot ishlari keng qo'llanganlik va maqsadga erishganligini ko'ramiz. Bu metodlar birinchisi konsepsiyalar dialogi metodi, ikkinchisi paradigmalar to'qnashuv metodi, uchinchisi esa tarixiy alternativ ssenariylar metodi sifatida mualliflik metodi keng qo'llanganligini ko'ramiz. Uchinchi bobda esa dissertant bo'lajak tarix o'qituvchilari tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish samaradorligi deb nomlanganligi. Bu bobda pedagogik samaradorlik, eksperimental tadqiq keltirilganlik bo'lib, unda tanlab olingan oliy ta'lim muassasalari Farg'ona davlat universiteti, Andijon davlat universiteti, Termiz davlat universitetining 689 nafar respondent talabalari ishtirokida tajriba va nazorat guruhlarida olib borilgan eksperiment mezonlari va tamoyillarni nazariy jihatdan tadqiq qilish bilan birga olingan natijalar tahlil qilinganligi, solishtirilganligi, ushbu jarayonda qo'yilgan maqsad tajriba ishi orqali ishonchli tarzda erishilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Demak, dissertatsiya asosiy avtorefera tayyorlanganligi hamda dissertatsiyaning asosiy natijalari o'zida aks ettirilganligi, tadqiqotchining e'lon qilingan ishlar tadqiqotning mazmuni o'zida ifodalaganligi, e'lon qilingan ishlar dissertatsiya avtorefera mazmuniga to'la mos kelishini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, men ko'proq qaytarilish yana takrorlab o'tmadim. Hozir savol javobda ustozlar fikrlarida ham ancha ilmiy tadqiqot ishini ma'lum bir qatlamlari ochib berildi. Demak, baribir ilmiy tadqiqot ishi bor ekanki, u to'la ochilish, albatta uni ochilmagan jihatlari bo'ladi. Demak, ilmiy tadqiqotning oxiri yo'q. Demak, bu degani hali bu yana ko'proq ishlar olib borilishi mumkin va shuni nazardan ilmiy tadqiqotimiz ishlarida dissertanti yutuqlari bilan birgalikda ma'lum bir mulohazali jihatlarga ham bir to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchisi, tadqiqotda bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishga ta'sir etuvchi subyektiv omillarga ham alohida to'xtalib o'tish lozim deb topamiz. Ikkinchisi, ishda keltirilgan metod va texnologiyalarni bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish modelida to'liq aks ettirilsa, maqsadga tadqiqotning nazariy ahamiyatini yanada kengroq ochishga imkoniyat yaratib bo'lgan bo'lardi. Uchinchisi, dissertatsiya avtoreferatining ayrim mahalliy so'zlarini ilmiylashtirilsa, ishni ilmiy qiymati yanada oshgan bo'lardi. To'rtinchisi, tadqiqot ishida ilova qismida mavzu yuzasidan namunali dars ishlanmalarini kiritish maqsadga muvofiq bo'lardi. Yuqorida keltirilgan kamchiliklar dissertatsiyaning ilmiy amaliy qiymatini pasaytirmaydi. Dissertatsiya avtoreferat tahlili asosida quyidagi xulosalarga kelinganligini ko'ramiz. Birinchisi, dissertant Anvarjonov Aqrorjon Ahadjon o'g'lining bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarini rivojlantirish metodikasi mavzusidagi dissertatsiyasi mustaqil bajarilgan hamda tugallangan tadqiqot ekanligi ta'kidlash mumkin. Ikkinchisi, dissertatsiyaning asosiy mazmuni tadqiqotchi tomonidan e'lon qilingan ilmiy ishlarda o'z aksini topganligini ko'ramiz. Uchinchisi, Anvarjonov Aqrorjon Ahadjon o'g'lining bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi mavzusidagi dissertatsiyani O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktor PhD dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga javob beradi. To'rtinchisi, Anvarjon Aqrorjon Ahadjon o'g'lini pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini loyiq deb hisoblayman. Avvalambor dissertantga yana bir tabriklayman, sababi bu dissertant Qo'qon davlat universitetining a'zosi. Demak, bu oilamizda bir yana quvonchli yana jihatlardan biri. Shuning uchun e'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat Jasurbek Akmaljonovich. O'zingiz ham mutaxassis bo'lganingiz uchun ishni juda chuqur, har tomonlama asosli qilib tahlil qilib berdingiz. Endi so'z navbatini dissertantga beramiz. Birinchi, demak, taqrizchimizni ko'rsatgan kamchiliklari hamda mulohazali fikrlariga sizni javoblaringiz. Marhamat. Avvalambor rahmat. Hurmatli opponentimiz pedagogika fanlari doktori professor Qurbonov Jasur Akmaljonovga dissertatsiya ishimizni sinchiklab o'rganib chiqib, o'zlarining qimmatli maslahatlarini berganliklari uchun
cheksiz minnatdorchiligimizni hamda keltirib o'tilgan ayrim kamchiliklar bo'yicha mulohazalarni quyidagicha izoh bermoqchiman. Tadqiqotda bo'lajak tarix o'qituvchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishga ta'sir etuvchi subyektiv omillarga ham alohida to'xtalib o'tish lozim edi. Haqiqatdan ham berilgan mulohaza o'rinli va milliy ahamiyatga ega deb hisoblayman. Keyingi monografik ishlarimizda inobatga olamiz. Ikkinchisi, keltirilgan ishda metod texnologiyalar, ya'ni bo'lajak tarix o'qituvchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirish modeli to'liq aks ettirilsa, tadqiqotning nazariy ahamiyati yanada kengroq ochishga imkoniyat yaratgan bo'ladi. Darhaqiqat, model ana shu ishimizni yuragi hisoblanadi. Modelning nazariy va amaliy ahamiyatini oshirish uchun metod va texnologiyalarni qo'lladik. Keyingi monografik ishlarimizda buni ham inobatga olamiz. Uchinchisi, dissertatsiya va avtoreferatda ayrim mahalliy va so'zlarni ilmiylashtirsa, ilmiy ishning qiymati yanada oshgan bo'lardi. Berilgan mulohaza o'rinli va amaliy ahamiyatga ega deb hisoblayman va keyingi monografik ishlarimizda inobatga olamiz. Keyingisi, tadqiqot ishi ilova qismida mavzu yuzasidan namunali dars ishlanmalarini kiritish maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, namunali dars ishlanmalari shu ilmiy ishimizni amaliy ahamiyatini oshiradi va berilgan mulohaza o'rinli va amaliy ahamiyatga ega deb hisoblayman va keyingi monografik ishlarimizda buni alohida inobatga olamiz. Bildirilgan fikr, barcha mulohazalar o'rinli. Ularni keyingi monografik ishlarimizda inobatga olamiz. Yana bir bor rasmiy taqrizchimiz, pedagogika fanlari doktori, professor Qurbonov Jasur Akmaljonovichga tadqiqot ishimizni sinchiklab o'rganib, o'zlarining qimmatli maslahatlarini berganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Jasurbek Akmaljonovich, javoblarni qabul qildingizmi? Rahmat, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad tilaymiz. Endi so'z navbatini ikkinchi taqrizchimizga, pedagogika fanlari doktori professor Hajayev Bekzod Xudoyberdiyevichga beramiz. Bekzod Xudoyberdiyevich iltimos qildilar. Hozir universitetda yig'ilishlari bor ekan. Shuning uchun taqrizlarni, shu mulohazali jihatlarni o'qib berish uchun so'zni ilmiy kotibga bersak, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli kengashchilar, yana bir bora. Demak, Qo'qon davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lining bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi mavzusidagi 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi tarix ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasiga rasmiy yaponiya taqrizi bilan tashrif o'taman. Ruxsat bersangiz, mulohazali qismlari haqida to'xtalib o'tsam, yutuqlari. Ha, bo'ladi. Demak, bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish jarayoni, tarix falsafasi metodologiyasi fanni o'qitishga doir mashg'ulotlarni tashkil etish asosida quyidagi tadqiqot ishi olib borilgan bo'lib, tadqiqot ishi maqsaddan kelib chiqilgan holda belgilangan vazifalarni bajarish jarayonida uchragan barcha holatlarni inobatga olib, tarix falsafasiga doir bilimlarni o'zida mujassam qilgan xususiyatlarga ega bo'lgan mezonlar va ularga xos gipotetik darajalarda ishlab chiqilgan. Dissertatsiyaning 114-116 sahifalarida ham mazkur kognitiv faoliyatli aksiologik mezonlarga muvofiq nazoratnikiga nisbatan tajriba guruhlarida o'zlashtirish 14-15% yuqori ekanligi aniqlangan va har bir mezon bo'yicha statistik gipoteza sifatida H1 qabul qilingan. Shunday qilib, matematik statistik tahlillar bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan tajriba ishlari samaradorligini kechganligi bilan tasdiqlangan. Tadqiqot natijalari asosida 10 banddan iborat xulosa va 4 ta ilmiy metodik tavsiya taqdim etilgan. Yuqoridagi ijobiy jihatlar bilan birga tadqiqot yuzasidan ayrim mulohazali fikrlarni bildirib o'tish mumkin. Birinchidan, dissertatsiyada tarix falsafasini o'qitishga doir variativ mashg'ulotlar, ishlanmalar va mustaqil ish topshiriqlari ko'proq berilishi lozim edi. Ikkinchi, dissertatsiyaning ayrim joylarida fikrlarni bayon etishda yuzakilik kuzatiladi. Uchinchi, tadqiqot doirasida tarix falsafasi va metodologiyasi fanini o'qitishning raqamli texnologiyaga metodik ta'minotini ham yoritib berilganda ishning amaliy ahamiyati yanada ham ortgan bo'lar edi. Mazkur mulohazalar ishning amaliy
ilmiy amaliy qiymatni pasaytirmaydi, aksincha uning sifati va saviyasini oshirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib, birinchidan, dissertatsiyaning tugallangan ilmiy tadqiqot ishi deb hisoblanadi va ilmiy darajalar berish to'g'risidagi nizom talablariga javob beradi. Ikkinchi, har bir bob va umuman ish bo'yicha aniq xulosalarga kelingan. Uchinchi, avtoreferat dissertatsiyaning asosiy mazmuniga muvofiq keladi. To'rtinchidan, dissertant pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq. Rasmiy opponent Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti tarix fakulteti dekani, pedagogika fanlari doktori, professor Xo'jayev Bekzod Xudoyberganovich. Boringiz uchun Rahmat. ma'lumot shundan iborat. Rahmat, Lazizxon Rustamovich. Endi ikkinchi opponentning mulohazali fikrlariga javoblaringiz. Dissertant, marhamat, sizga so'z. Hurmatli opponentimiz professor pedagogika fanlari doktori Xo'jayev Bekzod Xudoyberdiyevichga dissertatsiya ishimizni sinchiklab o'rganib chiqib, o'zlarining qimmatli maslahatlarini berganliklari uchun cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda keltirib o'tilgan ayrim kamchiliklar bo'yicha mulohazalarni quyidagicha izhor etib bermoqchimiz. Dissertatsiyada tarix falsafasini o'qitishga doir variativ mashg'ulotlar, ishlanmalar va mustaqil ish topshiriqlarini ko'proq berilishi kerak edi. Mazkur fikrni to'liq qo'llab-quvvatlayman va uni ilmiy jihatdan asosli deb hisoblayman. Darhaqiqat dissertatsiyaning tarix falsafasini o'qitishga doir ko'plab metodlar ishimizda taklif etilgan. Nazariy jihatdan ishimiz kengroq yoritiladi. Buni amaliy jihatdan ochib berish uchun esa variativ mashg'ulot va mustaqil ish topshiriqlarini ko'proq berish ishimizni ilmiyligini oshirgan bo'lardi. Biz buni keyingi monografik ishlarimizda albatta inobatga olamiz. Ikkinchisida o'sha dissertatsiya ayrim joylarda fikrlarni bayon etish yuzaki kuzatildi. Berilgan mulohazalar ilmiy jihatdan o'rinli va asosli deb hisoblayman. Keyingi monografik ishlarimizda inobatga olamiz. Keyingisi tadqiqot doirasida tarix falsafasi metodologiyasi fanni o'qitishning raqamli texnologiyalari metodik ta'minoti ham yoritib berilganda ishning amaliy ahamiyatini yanada orttirgan bo'ladi. Darhaqiqat bugungi o'sha 21-asr texnologiya va tarix falsafasini o'qitishga doir jarayonda an'anaviy metodlar bilan birgalikda raqamli texnologiyalarni qo'llash muhim va amaliy ahamiyat kasb etadi. Biz buni ishimizda big data tahlili, raqamli arxivlar, sun'iy intellekt, ya'ni IT vositalarida tarixiy bilimlarni chuqurroq, tizimli va interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi. Big data, raqamli arxivlar va IT vositalari postmodernistik va sosio-kultural yondashuvlarni, shuningdek sivilizatsiyon va tarixiy evolyutsion amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Bu jihatlarga to'xtalib, keyingi o'sha monografik ishlarimizda bularni kengaytirishni inobatga olamiz. Bildirilgan barcha mulohazalar o'rinli va ularning keyingi monografik ishimizda inobatga olamiz. Yana bir bor rasmiy taqdirimiz pedagogika fanlari doktori professor Xo'jayev Bekzod Xudoyberdiyevichga tadqiqot ishimizni sinchiklab o'rganib, o'zlarining qimmatli maslahatlarini berganliklari uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men har safar o'sha Xo'jayev Bekzod Xudoyberdiyevichga muloqot qilganimda o'sha ishimni alohida sinchiklab o'rganib, o'zini qimmatli vaqtlarini ayamay har safar yo'l yo'riq ko'rsatganligi uchun alohida rahmat aytmoqchiman. Rahmat o'sha ishimizni sinchiklab o'rganib, alohida to'xtalib o'tganliklari uchun. Rahmat. Bekzod Xudoyberdiyevichga ham ilmiy ijodiy ishlarda omadlar tilab qolamiz va kengashimiz ishida faol ishtirok etadilar bundan keyin ham deb umid bildirib qolamiz. Endi so'z navbatini bugungi ilmiy kengashimizda dissertantning ilmiy rahbarlari, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Abdunazarov Lutfullohxon Mamanovich ishtirok etyaptilar. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Sizlarni ko'rish qanchalik yoqimli, chunki meni bir necha yillik qadrdon jamoam, garchi bugun boshqa jamoada faoliyat yuritayotgan bo'lsam ham, doim qalbim, yuragim shu tomonga tortib turadi. Endi ish yuzasidan fikr bildiradigan bo'lsak, men dissertatsiya bo'yicha o'zimni ilmiy xulosani rahbar sifatida yozma ravishda berganman. Kelajakda kengash ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Shogirdimga ham kelgusi ishlarda muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, sizga ham bunaqa shogirdlarni ko'plab chiqarishingizga tilakdoshmiz. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Rahmat. Xo'p, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi mana ikkita rasmiy opponentlarimizni ijobiy taqrizlarini eshitdik, javoblarini eshitdik. Endi ruxsatlaringiz bilan norasmiy muhokamaga o'tsak,
Marhamat, norasmiy muhokamada ishtirok etish uchun so'zni kimga beramiz? Marhamat, kengash a'zolari. Nurbek Sadullayevichga, professor psixologiya fanlari bo'yicha Yana marhamat. bir bor assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Mana yuqorida demak Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lini ilmiy tadqiqot ishi bilan tanishdik. O'zlarini aynan tadqiqot ishlarini bizga tushunarli, mazmunli, qisqa tarzda bayon etib berdi. Endi Ahrorjonni biz o'sha aynan talabalik yillaridan bakalavriat, magistratura va ayniqsa men juda ham yaxshi o'sha doktorantura paytidan bilaman, juda ham mas'uliyatli, o'sha berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajaradigan doktorant sifatida bizni tasavvurimizda shunday qolgan. Endi bugungi o'zi mavzu ham o'zi dolzarb, chunki bo'lajak pedagoglarni tayyorlash u qaysi kompetentdan bo'ladigan bo'lsa ham baribir dolzarb. Endi bugun Ahrorjonni mavzusida aynan bo'lajak tarix o'qituvchilarini o'sha bilimlarni rivojlantirish metodikasi bo'yicha tadqiqot ishlari ham o'zini bir dolzarbligi bilan boshqa mavzularda ajralib turadi va aynan bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biriga qaratilgan mana yuqoridagi berilgan savollardan ham va aynan hurmatli opponentlarda ham aynan tadqiqot ishiga berilgan taqrizlardan ham ko'rinib turibdiki, tadqiqot juda ham yuqori darajada bajarilgan. Mana shu ishni qo'llab-quvvatlayman va boshqa kengash a'zolaridan ham qo'llab-quvvatlashlarini so'rayman. Ilmiy rahbariga ham kelgusi faoliyatlarda, doktorantimizga kelgusi faoliyatlarda muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Rahmat, Nurbek Sa'dullayevich, sizni ham ishlaringizga omad tilaymiz. Marhamat, hurmatli kengash a'zolari, yana kimda qanday fikrlar bor? Zoomda ishtirok etayotgan a'zolarimiz qatnashishlaringiz mumkin. Studiyada ishtirok etayotgan kengash a'zolarimiz marhamat. Xo'p, so'zlar bo'lmasa, meni o'zim fikr bildirmoqchi edim. Haqiqatdan bugun mana Anvarjonov Ahrorjonni himoya qilgan dissertatsiya ishi mavzusi juda dolzarb mavzuga bag'ishlangan. Ayniqsa mana hozir ma'ruzalaridan, taqdimotdan ko'rib o'tdikki, bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalarga doir bilimlarni rivojlantirishni zaruratini asoslab bera oldilar. Berilgan savollar, shu bilan birga o'tkazgan so'rovnomalarning natijalari bilan demak mana shu mavzuni zaruratini amaliyotdagi holat bilan bog'lab ko'rsatib bera oldilar. Va shu bilan birga mana shu zamonaviy konsepsiyaga doir bilimlarni bo'lajak o'qituvchilarda rivojlantirishning mazmunini belgilab ko'rsatib bera oldilar. Shu bilan birga uning tarix fani o'qituvchilarga bo'lajak demak falsafaga doir bilimlarni, tarixiy falsafaga doir bilimlarni rivojlantirishning metodik xususiyatlarini asoslab berdi. Shuningdek, uning pedagogik shart-sharoitlarini va uni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalarini muvaffaqiyatli qo'llay oldi va bu jarayonda albatta sun'iy intellektdan ham foydalanish yo'llarini ko'rsatib berishga harakat qildi. Biz aytishimiz mumkinki, bugungi tadqiqot ishi bo'lajak tarix o'qituvchilarini nafaqat o'qituvchi sifatida, balki yoshlarni shu ijtimoiy hayotga olib kirish, mana shu jarayonda ularda tarixga bo'lgan munosabatni shakllantirish va tarixiy tafakkur orqali ularni kelajagini belgilashda juda katta amaliy natijalar beradi degan umiddamiz. Mana tadqiqot ishini tavsiyalar qismini ko'rsak ham, albatta shu tavsiyalar qismida demak bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlashda fanlarni o'qitishdagi integratsiya yoki bo'lmasa mana ilg'or ish uslublari yoki innovatsion texnologiyani qo'llashdagi integratsiyaga e'tibor berilganligi va shu bilan birga davlat ta'lim standartlarini, fanning o'quv dasturini takomillashtirish bo'yicha ham o'zining qimmatli fikrlarini berganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa bugungi kunda hozirgi dissertatsiyalarga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun mana bu bugungi ikkita taqrizchimiz, pedagogika fanlari doktori, mana tarixchilarimizni bergan ijobiy fikrlari, yetakchi tashkilot hamda avtoreferatga kelgan ijobiy fikrlar, bu yerda dissertantning savollarga bergan javoblari inobatga olib, demak nashr qilgan ilmiy ishlarini inobatga olgan holda, demak bugungi
tadqiqot ishini muvaffaqiyatli himoya qildi degan xulosani aytishimiz mumkin va kengash a'zolaridan bugungi ishga ijobiy ovoz berishlarini taklif qilib qolardim. Endi hurmatli kengash a'zolari, ruxsatlaringiz bilan hozir bugungi ishimiz kengash ishini demak dissertatsiya ishiga munosabat bildirishni yashirin ovoz bilan hal qilinadi. Shuning uchun hisob komissiya a'zolarini tanlab olishimiz kerak. Hisob komissiyasiga hozir kengash a'zolarimizdan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, doktor sayns Xonboboyev Hakimjon Ikromovichni, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, doktor sayns Alimsaidova Sayyoraxonni hamda pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori professor Xolmatova Ziroatxon Anvarovnalarni kengash tarkibiga a'zo qilib taklifi tushyapti. Agar shu taklifga rozi bo'lsalaring, munosabat bildirib qo'yasizlar. Marhamat, rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Hozir komissiya o'z faoliyatini olib borgunga qadar 5 minutlik tanaffus e'lon qilamiz.
kimi yo'qmi? Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hozir hisob komissiyasi raisiga so'zni beramiz. Natijalar bilan biz tanishtirib o'tsalar, marhamat, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, doktor sayns Xonboboyev Hakimjon Ikromovichga marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Hisob komissiyasi majlisini birinchi son bayonnomasi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Saylangan komissiya tarkibi Xonboboyev, Alimsaidova, Xolmatovalar. Komissiya Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lining 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, tarix ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylandi. Kengash tarkibi 12 kishidan iborat etib tasdiqlandi. Falsafa doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmadi. Majlisda kengash a'zolaridan 12 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosliklari bo'yicha 7 nafar fan doktori ishtirok etdi. 12 ta byulleten tarqatildi. Tarqatilmay qolgan byulleten yo'q. 8 ta byulleten offline tarqatilib natijalar olindi. 4 ta byulletenimiz onlayn ovoz berildi. Ovoz berish natijalari quyidagicha: Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lining 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, tarix ixtisosligi bo'yicha PhD pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 12 ta 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Xonboboyev Hakimjon Ikromovich. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, Hakimjon Ikromovich. Mana endi hisob komissiyasini javoblarini tingladik, natijalar e'lon qilindi. Hisob komissiyasini natijalarini tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Demak, ochiq ovoz berish yo'li bilan marhamat. Zoomda ishtirok etayotganlar, rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Dissertantni hamda ilmiy rahbarlarni bugungi muvaffaqiyatli himoya bilan 100% ovoz olganliklari bilan tabriklaymiz. Endi hurmatli kengash a'zolari, qo'limizda demak bugungi dissertatsiya ishini xulosasini muhokama qilishimiz kerak. Xulosa barchamizga tarqatilgan. Xulosa bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Asos uchun qabul rahmat, asos uchun qabul qilinsin degan takliflar tushyapti. Marhamat, munosabat bildirib qo'yasizlar. Xulosa qismini asos uchun qabul qildik. Rahmat. Endi dissertatsiyaning tasnifiy belgilari bilan belgilab olsak, tasnifiy belgilarini qo'limizda bor, kengash a'zolari. Xo'p. Demak, birinchisi dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. 1-2. Ikkinchisi dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 2-1. Uchinchisi dissertatsiya natijalarining qiymati. 3-2. To'rtinchi dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. 4-2. Xo'p, beshinchisi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay darajada foydalaniladi. 5-3 tarmoq miqyosida hamda 6-si amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6-1. Demak, mana dissertatsiyaning tasnifiy belgilarini ham belgilab oldik. Hurmatli kengash a'zolari, endi ruxsatlaringiz bilan
bugungi himoya ishi bo'yicha demak Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning qarori bilan tanishtirib o'tsam. Birinchisi, demak Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning rasmiy himoya va ovoz berish natijalariga ko'ra tarafdorlar 12 ta, qarshilar yo'q, yaroqsiz byulletenlar yo'q. Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirish metodikasi mavzusidagi 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi tarix ixtisosligi bo'yicha Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish uchun qaror qabul qiladi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berishni so'raydi. Ilmiy kengash qarorini tasdiqlash uchun ovoz berishingizni so'rayman. Marhamat. Zoomda ishtirok etayotganlar rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Ishtirok etayotganlar nomidan Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'lini pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD himoyasi muvaffaqiyatli o'tganligi bilan tabriklaymiz. Kelgusi ishlarida omadlar tilaymiz. Ilmiy rahbarlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Shogirdlarning safi ko'paysin. Oila a'zolariga bundan keyingi ishlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mana shunaqa yigitni yetkazib berganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Endi yakunlovchi so'z navbatini yana dissertantga beramiz. Marhamat. Avvalambor rahmat hammalaring uchun. Muhtaram kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari, bugungi nufuzli ilmiy davrada ishtirok etayotgan barcha ustozlarimizga samimiy minnatdorchilik izhor etaman. Avvalo biz yoshlar tadqiqotchilar uchun keng imkoniyatlar ochib bergan Qo'qon davlat universiteti rahbariyatiga, xususan rektorimiz Hojjayeva Dilnozar Shavkatovnaga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Siz yaratgan ilmiy muhit bugungi natijamizning tamal toshidir. Ilm yo'li sabr va matonat yo'lidir. Bu yo'lda menga nafaqat ustoz, balki ma'naviy suyanch bo'lgan har bir ilm g'oyasini chaqlagan qadrli ilmiy rahbarim, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Abdunazarov Lutfulla Mamanovga ta'zim qilaman. Sizning o'sha o'qitingiz hayot yo'limdagi mayoq bo'lib yoritdi. Bugungi ilmiy himoyaga jarayonni yuqori saviyada tashkil etganligi va qimmatli maslahatlari uchun kengash raisi, pedagogika fanlari doktori professor Erkaboyeva Nigoraxon Shermatovnaga alohida minnatdorchilik hamda tadqiqotimizning metodik asosini pishiq bo'lishiga hissa qo'shgan ilmiy seminar rais pedagogika fanlari doktori Xolmat va Ziroatxon Anvarovnaga alohida rahmat aytaman. Shuningdek, ishimizning xolis baho bergan, uning ilmiy saviyasini oshirishda jonbozlik ko'rsatgan rasmiy opponentlarimiz professor Hojjayev Begzod Xudoyberdiyevichga hamda professor Qurbonov Jasur Akmaljonovichga, shuningdek yetakchi tashkilot Namangan davlat pedagogika institutiga samimiy tashakkurimni izhor etaman. Aziz ustozlar, inson hayotida har bir muvaffaqiyat ortida duogo'y zotlar turadi. Ana shunday meni ilmga yo'naltirishga har bir qadamida madadkor bo'lgan ota-onamga va yaqinlarimga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi quvonchim ana shu sizlarning mehnatlaringiz va duogo'ylaringiz mevasi hisoblanadi. Barchangizga sihat salomatlik, ilmiy faoliyatingizda yangi zafarlar tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham. Bugun sizni onajoningiz ishtirok etyaptilar shekilli. Marhamat, agar dil izhorlaringiz bo'lsa, bildirishingiz mumkin. Hayajondalar. Rahmat shunaqa o'g'ilni tarbiyalaganingiz uchun. Juda ham odobli, qo'ygan maqsadini amalga oshirishga qat'iyatli, kamtar, mehnatkash yigit. Bu bo'lajak kadrlar uchun juda katta yaxshi fazilatlar hisoblanadi. Bundan keyingi ishlarni rivojlantirishda, keyingi ishlarni demak davom ettirishlarda tilakdosh biz sog' salomat bo'lib, farzandlarni kamolini ko'rib yurishlarini tilab qolaman. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, shu bilan bugungi kun tartibining birinchi qismidagi yig'ilishimiz o'zining nihoyasiga yetdi. Yig'ilishni yopiq deb e'lon qilamiz. Soat 14 ga qadar tanaffus.